Afg'onistondan anori. Men hozir Toshkent shahrining tashqarisida joylashgan Food City joyidaman. Demak, bu yerda Chindan tutib turli mamlakatlardan kelayotgan, O'zbekistonning o'zidan kelayotgan mevalar sotiladigan joy. Men bugun esa bu bozorda Afg'oniston anorini uchratdim. Bu esa Qandor anori. Shirin ham ekan. Asosan suvli bo'lgani uchun, shirin bo'lgani uchun talab katta. Buni donini qarang, hozir siqsa buni bir kosa suv chiqadi-da. Va nafaqat buni yeyishi, balki sokka ham maydalarini olib, ko'pincha olib ketib, sokka ham ishlataverishadi. Bu yerda sotayotgan odamlarning aytishicha, O'zbekistonning o'ziga ham bor, lekin bu ko'proq suvi uchun, mazasi uchun sotib olinadi. O'zbekistonniki deb aytsa, men buni spokойно 20 ming, 22 ming atrofida sotaman. Lekin buni Afg'onistonligi uchun va arzon bizga kirib kelgani uchun buni hozir 15,5 ming, 15 ming shu atrof sotilyapti-da. Abyomga yana ham arzonroq beriladi. Shu sababdan hozir bunga talab katta bo'ladi. Donini qizilligini ko'rsanglar. Bu xuddi Qandordan, Solanglar orqali keyin Hayratondan, Termizdan va Toshkentga yetib kelgan. Va bu yerga esa umda yo to'liq bir shaklga sotiladi. Ofiran az Afg'oniston anor Qandor o'rdim. Biz hozir Afg'onistondan Qandahor anorini bu yerga olib keldik. Xaridorlari bor, lekin O'zbekiston anoriga qaraganda mushtarisi kamroq, chunki bozoridan uncha vaqt o'tmaydi. Ammo Afg'oniston anorining sifati yuqori, shirin va donosi ham kichikroq. Xastish xurtaras. Haqiqatan ham shirin ekan. Mana mazasini totib ko'ramiz.